Assalomu alaykum akalar, ukalar, opalar, singillar va vatandoshlarimiz. Barchangizga kirib kelayotgan Hayit bayrami muborak bo'lsin. Tutgan ro'zalaringiz Alloh dargohida qabul qilsin ilohim. Mana shu Ramazon oyida yaxshi niyatlar qilib, saharlik qilib ro'zani tutgan bobolarimiz, momolarimiz, otalarimiz, onalarimiz, opalarimiz va akalarimiz, singillarimiz va ukalarimiz sog'-omon bo'lishsin. Mana shu Ramazon oyida qilgan ehsonlaringiz, qilgan muruvvatli ishlaringiz Alloh dargohida qabul qilib, nimaiki niyat qilgan bo'lsalaringiz, barchalaringiz niyatlaringizga yetishingizni Allohdan so'rab qolamiz. Shu fursatdan foydalanib barchangizga uzoq umr, sihat, salomatlik, tinchlik, xotirjamlik, baxt va saodat, kuch-quvvat, boylik ato etishini tilab qolamiz. Musofirda yurgan aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz, do'stlarimiz barchalari sog'-omon bo'lishsin. Bugun biz ham o'z vatanimizga qaytdik. Musofirchilikda, ya'ni Rossiyaning sovuq kunlaridan o'zimizning Surxon vohamizga, yurtimizga, issiq o'lkamizga yetib keldik do'stlar. Shu fursatdan foydalanib yana bir bor sizlardan o'tinchimiz, iltimosimiz, qo'llab-quvvatlangizlar. Mana shu YouTube kanalimizga bitta obuna bo'lib, bizni qo'llab-quvvatlasangiz, inshaalloh Xudo xohlasa jonli efirimizga chiqib olsak, nur ustiga a'lo nur bo'lgan bo'lar edi. Do'stlar, aka-ukalar, arzimagan mehnatimizni qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddamiz va bizga bir dona obuna, ya'ni podpisatsiya tugmasini bosib, bizni qo'llab-quvvatlang. Barchangizga omad tilab qolaman, do'stlarimiz, vafodoshlarimiz, aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz. Yaxshi kunlarda, to'ylarda ko'rishaylik. Navro'zi olam barchangizga yana bir bor muborak bo'lsin. Yaxshi niyatlar, yaxshi tilaklar har doim ham yoningizda sizga hamroh bo'lsin. Barchangizga rahmat do'stlar. Sog' va omon bo'lib qolingizlar. Xayr, salomat bo'ling. E'tibor uchun YouTube kanal admini Mansur Mengliyev. Rahmat.